Assalomu alaykum, bizni doimiy kuzatib boruvchi qadrbaland qadrdon aka-ukalarim, opa-singillarim, barchalaringiz sog' salomatmisizlar azizlar. Bugun biz Xudo xolasa Tursunzoda shahri Boshqaloq qishlog'iga mehmondamiz azizlar. Bugun musofirdan akalarimiz onajonlarini shukrona ayyomlari munosabati bilan shunaqangi ajoyib jannat onam nomli gullar, ajoyib surprizlar bilan birgalikda bugun o'sha akalarimiz iltimoslariga binoan, talab istaklariga binoan xonadonida mehmondamiz azizlar. Hozir video davomini o'zlaringiz kuzatib boraverasizlar. Qay darajada xursand qilib olamiz, o'zlaring baho berib, kommentariyaga o'z fikrlaringizni yozib qoldirasizlar. Qani ketdik xonadonlariga, mehmondamiz. Sizingizga biroz boshimni qo'yay. Alla aytib bering, charchadim ona. Sinovlar ko'p ekan mening boshimda. Qadrimga yig'ladim, qadrimga ona. Qadrimga yig'ladim, qadrimga ona. Sinovlar sochimning tolasidan ko'p. Ba'zan lol qolaman sabrimga ona. Sinovlar sochimning tolasidan ko'p. Ba'zan lol qolaman sabrimga ona. Barga jim ko'nib deya astaxo'r qadrimga yig'ladim, qadrimga ona. Barga jim ko'nib deya. Assalomu alaykum onajon. Yaxshimisiz? Joningiz sog'mi? Shukrona ayyomlaringiz bor edi. Hozir yomg'irdan panoga turib. Mayli, aka turib oling. Shukrona ayyomlaringiz bor edi. Onajon, bugun mana shu xonadoningizga mehmon bo'lishingiz sabablari bor ekanda, musofir bo'lgan o'g'illaringiz kim? Aha, yana bittasi bor ekan. Aha, shu bitta o'g'lingizning nomidan mana shu xonadonda mehmondamiz onajon. Onajon, Xudo xolasa shu Nodirjon akamiz bizga murojaat qilib, bugun mening jannatimni, farishtamni, onajonimni shukrona ayyomlari. Shu munosabat bilan bir ajoyib surprizlarni tayyorladik deb iltimos qildilar. Qolaversa, yana bir chiroyli so'zlarda aytdilarki, ukajon biz onajonimizni juda ham yaxshi ko'ramiz. To'g'ri, yuzlariga yaxshi ko'raman degan so'zlarni ayta olmagandirmiz, lekin qalbdan, yurakdan juda yaxshi ko'ramiz onajonimizni. Baxtimizga doim sog'-omon bo'lsin, uzoq umr peshvoqimiz bo'lsin deb onajon mana ajoyib jannat onam nomli gullarni siz uchun maxsus topshirgan o'g'lingiz Nodirjon akamiz boshlig'iga qabul qiladi. Doim sog'lig'ingizda chiroy qatnaylardan tashkillaymiz. Onajon sog'lig'ingizga bersin. Xonadonlaringiz har biringizga xayrli, barokatli, doimo quvonchli. Qolaversa, siz topshirgan o'g'lingiz bir ajoyib she'rlardan jo'natib qo'ydilarki, albatta shuni ham onajonim uchun maxsus ona bor hayotda yashash boshqacha. Onaning ta'rifi yo'q, mehri boshqacha. Do'zaxamki xatmi inson 100 yoshgacha. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Yashaydi onamiz bizlarni o'ylab. Tunu kun Xudodan baxtimiz so'rab, onasiz yurganlar to'ymaydi yig'lab. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Insonda mansab, obro' bo'lsa ham, qo'lida millionlab puli bo'lsa ham, yonida otasi hayot bo'lsa ham, ona bor hayotda yashash boshqacha. Onam bor, Xudoga shukr qilaman. Ularga ming bora ta'zim qilaman. Bu she'rni onamga, onajonimga deb aytaman. Ona bor hayotda yashash boshqacha deb onajon, qolesa ajoyib tabassumlar haqiqatli naborlarni ham siz uchun maxsus tayyorlatgan. Xastalarni chin dildan niyat qilib, shu Nodirjon akamiz boshlig'ida qabul qilingan farzandlaringiz nomidan onajon. Ilohim bizlarga doim sog'-omon bo'ling. Xonadonlaringiz har doim fayzli, barakatli, doimo quvonchli bo'lsin onajon. Qolaversa, shu musofir bo'lgan o'g'lingiz yana bir ajoyib so'zlarni aytdilarki, ukajon, biz dunyo topdik, obro' topdik, do'st topdik. O'zimizga kerakli barcha narsani topdik, lekin onajonimdek bir qadrli, mehribon insonni topolmadik. Baxtimizga doim sog' bo'lsin onajonimiz dedilar. Yana bir ajoyib she'rga jo'natdilarki, albatta shuni ham o'qib
onajon deb yig'lamagan yurak emas. Gar onamsiz kirsam jannat kerak emas. Ko'z yosh to'kar mening qilgan nolam uchun, o'zi demay dedi faqat bolam uchun. Men berayin savobimni onam uchun, jannat qalban o'zga tilak emas. Gar onamsiz kirsam jannat kerak emas. Makka Madinaga o'zim olib boray, yuragimga Alloh nomin solib boray. Onajonim uchun men borimni fido qilay. Yulduz oysiz falak emas, gar onamsiz kirsam jannat kerak emas dedilar. Onajon qolaversa ajoyib sizlarga ham hayotlari manfaat shirin bo'lsin deb chin dildan niyat qilib otlarni o'qib qo'yamiz. Onajonga topshirib qo'yamiz. Marhamat onajon, bu shirinligan sizga maxsus hayotlari manfaat shirin bo'lsin deb chin dildan musofir bergan farzandlaringizdan bo'lsin. Qolaversa musofirda yurgan o'g'lingiz Nodirbekjon yana bir chiroyli she'rda jo'natdilarki, bu Nodirbekjonning nomlaridan bo'ladi onajon. Musofir yurtlarda yuribman deydi. Holimni so'rmas hech bir tirik jon. Kimga ham kerakman sizdan bo'lak. Sizni juda sog'indim onajon. Endi yetyapman qadringiz bilib. Sizga ko'p azorlar beribman kulib. Sizdan da mehribon ko'rmadim yurib. Sizni juda sog'indim onajon. Kun sovuq men esa ko'chada yolg'iz. Vatandan uzoqda, sizdan yiroqda. Aytishni istayman, lek ilojim yo'q. Sizni juda sog'indim onajon. Sizga so'z yozyapman, ko'zda to'la yosh. Bir kuni qaytaman, chiqsa-da quyosh, qaniydi qo'ysaydim ko'ksingizga bosh. Sizni juda sog'indim onajon deb Nodirbekjon akamiz barcha mana shu xizmatlarga ajoyib bir so'zlarni akamizga onajonimizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Takror ayting. Onajonimiz baxtimizga kechalari bedor bo'lib qiynalgan, tarbiya qilgan, katta qilgan, sizni mana shu darajaga yetkazib qo'ygan inson. Mening jannatim, farishtam onajonim bo'ladilar dedilar. Onajon endi Xudo xolasa shu farzandlaringiz haqida bitta chiroyli duoyingizni ayamasda, ona meni duo qiling, o'lgunimga to'kilmay. Ona meni duo qiling, nafsimga yiqilmay. Ona meni duo qiling, pastga oshno qilmasin. Ochmi, to'qni yuraymaydi, nomardga kun qolmasin. Onajon marhamat, bitta chiroyli duo qilinglar. Ko'rib turibsiz onajon. Marhamat. Jonim ilohi sog' salomat etsin. Jonim ilohi sog' salomat etsin. Dard ko'rmasin. Men doim ularni so'g'ini yuraman. Sog' salomat etsin. Arvohla qo'llab yursin ularni doim. Men ularni doim so'g'ini yuraman. Baxt saodatli bo'lsin, bari bola chaqali bo'lsin. Tinch bo'lsin doim ularni. O'zimsiz to'polmaydi g'ayachim bor. Xonadonlaringiz farzand shunday fayzli. Shunaqangi farzandlarni yetkazib qo'yganingizdan faxrlaning onajon. Shunaqangi farzandlaringiz juda ham sog' bo'ling onajon, ilohim bizlar aytaylik. Rahmat kattakon onajon, sog' salomat bo'linglar. Lekin shu akamizni ko'p iltimoslari bo'ldi, pagoda bunaqa bo'lib turibdi, o'yin kulgi deganida iloji yo'qda endi. Shu joyda yakunlaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling onajon, sog' bo'ling, salomat bo'ling.